Ushbu anime Telegramdagi Animanhva 3D kanali tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.刷新规则，预言着每种结果。面历上无问对错，依然的争端枷锁。那挣脱平庸的灵魂，来自孤独和坚韧，再一步就跌落深渊，别躲闪，看向顶点，追，最亮终成完美。退，敢逆天头而回，踏破前路重重的关隘，你显然在海，梦里中闪开，这结局在前锐，就让一切重回。元宝助你逆势抗争，开辟 AI 新时代，邀你观看精彩内容。深渊危机四伏，不如借他人之力摸清此地脉络。师兄说的天运佩剑，就是这堆废铁。你怎会识破啊？一介设局，就该想到败露的下场。梁天化乃天运子劲敌，以我自身之力，绝不可能与这神念抗衡。今日，黄某以仙化为本，以元神之力为引，问你灵天后3年。现在，前辈。O'lim energiyasi juda quyuq. Joyi. Lintian Huani qilich formatsiyasi ichida nimaga iblis aurasi bor? Katta, uyg'oning.
Ustoz, nega uyg'onmayapsiz? Ket. Men o'ylagandimki, siz shunchaki kuzatib turibsiz deb. O'lmaslik yo'lida ko'pchilik bir-birini aldaydi. Lekin samimiylar juda kam. Kelishingni kutmagandim. Sen bu yerdan ket. Men sizni shunchaki bu yerda qamalib qolgansiz deb o'ylagandim. Lekin tanangiz shunday quyuq o'lim energiyasi bilan to'lgan ekan. Bu iblis aurasi g'alati bo'lsa ham, lekin siz yomg'ir qilich ruhi sifatida bunday o'lim yoqasida bo'lmasangiz kerak. Magaram, o'z hayot yo'lingizni ataylab buzgan bo'lsangiz. Lin Tianhua meni tuzoqqa tushirdi. Samoviy qilichni tortib olib kuchga erishish uchun. Suv iblis ruh yo'lbarsi bilan til biriktirdi. Omon qolish maqsadida meni tanamni egallab olishni istadi. Men esa u endi yo'q. Yana nimadan umid qilishim mumkin? Qalbingiz o'libdi. Men chindan ham kelmasligim kerak edi. Valli, meni kechir. 100 yillar davomida minorani qo'riqlab va'damdan chiqdim. Bu minorani qaytarib beraman. Tina. U Tiner emas. Agarda taxminim to'g'ri bo'lsa, uning ismi Sen Shuan. Sen Shuan. Samoviy olamdagi eng kuchli kultivator, imperator Sillini qizi. Va ishonamanki, katta ehtimol bilan mana shu ruhlar olamini qayerdadir jarohatlarini davolayapti. Tianan. Agar uni otasi rostdan ham shu yerda bo'lsa, Tianerni uyg'otishning yo'li bo'lishi kerak. Valin, bunga ishonching komilmi? Bu imkoniyatdan foydalanish o'zingizga bog'liq. Tarqal. Agar o'zimni bu yerda yakkalatib qo'ymaganimda, shunchaki Lin Tianhuan ilohiy yonga meni to'xtata olarmidi? Uni bunga haqqi bormi? Bu yerdan ketamiz. Meni qilich ruhiy tanam narsalarni saqlay olmaydi. Valin, men uchun buni saqlab qo'y. Esimda, minora ichida ikkita samoviy qilich bor edi. Ikkinchisi hali ham sendami? Menda. Shafqat qiling, ustoz. Men sizni tirik ekanligingizni bilmasdim. Agar o'sha iblis buyruq bermaganda, men buni egallashga jur'atim yetmasdi. Qilich ruhing ajoyib ekan. Valin, senga garchi samoviy qilich usulini o'rgata olmasam ham, men bu qilich ruhiga qadimiy qilich ma'nosini tushuntirishga yordam beraman. Bu unga samoviy qilichning qobiliyatini to'liq o'zlashtirishga yordam beradi. Qadimiy qilich ma'nosi? Xo'jayin. Seni qiliching tabiatan isyonkor. Yillar davomida senga muammolar tug'dirgan bo'lsa kerak.
Endi bundan tashvishlanishga hojat yo'q. Men uni qilich ongiga belgi qoldirdim. Agar kelajakda senga xiyonat qilmoqchi bo'lsa, bu merosni teskari zarbasi tufayli o'zi halok bo'ladi. Rahmat sizga. Minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsang, hali erta. Parchalar. Ustoz Joyi, siz. Bugundan boshlab bu qilich faqat senga tegishli. Bundan keyin hatto samoviy qilich ruhi ham bu qilich ustidan nazoratga ega bo'lmaydi. Ustoz, bu sovg'a juda ham qadrli. Meni ham o'ziga yarasha g'arazli maqsadlarim bor. Volin, sendan faqat bir narsa so'rayman. Menga Tyanerning otasini topishga yordam ber. Xo'p. Agar Tyaner uyg'onsa, meros ham, samoviy qilich ham, bularni hech birini ahamiyat qolmaydi. Samoviy imperatorning izlarini topish oson emasligini yaxshi bilaman. Volin, menda sen uchun yana katta bir ustunlik bor. Agar hislarim aldamayotgan bo'lsa, oldingi avlod yomg'ir qilichi ruhi to'lqinlar tubsizligining eng tubida joylashgan. Bu yerga kel. Sharqiy dengiz tashqarisidagi cheksiz to'lqinlar shu yerdan boshlanishi kerak. Har 5000 yilda to'lqin portlaganida uni kuchi qanday dahshatli bo'lishini tasavvur qil. Ehtiyot bo'l. Bu binafsha tuman ongni yutib yuborishi mumkin. Bu tuman g'alati. Seni kuching bunga yetmaydi. Ko'taral. Fikringni jamla, qalbingni och. Nafasingni ushla. Olg'a. Sar. Tarqal. Olg'a. Bu samoviy qilichning kuchi qanday ekan? Ancha yaxshi. Shunday ekan, u qilich ruh haqidagi qiziqishim ortib boryapti. Yaxshi. Unday bo'lsa mahkam ushla. Tezda yetib boramiz. Yomg'ir qilich ruhi? Ustoz! Ustoz! Sariq daryo, paydo bo'l. Канапеский дождь. Kim u? Паский дождь. Паский дождь. 亡灵，定神守心。 Bu to'lqin tubsizligi chindan ham g'alati. Sal qolsa tuzoqqa tushardim. Bu rasm ichidagi siymo meni pastga tushishga undayapti. O'sha tubsizlik ostida nima yashiringan bo'lishi mumkin? Samoviy olamga birinchi marta kirganimda, Henyo sektasida xuddi shunday qilichni ko'rgandim. Balki bu uning nusxasidir. Qariyb 1000 yil o'tdi. O'lmaslik yo'li chindan ham aql bovar qilmas. Sabab va oqibatni anglash qiyin. Volin, bu yerda nimadir g'alati.
tuman qalinlashyapti. Bu o'lmaslik kuchi meni chiqishda o'rnatilgan formatsiyaga yo'naltiradi. Ustoz, uni ortidan boring. Sian, chiqish vaqti keldi. Bir-biriga juda ham mos juftlik. Juda ham havas qilaman. Ajoyib. Axir bu Samoviy imperator foniy olamga tushyapti. Ular g'ordan chiqishdimi? Qadimiy iblis ruhini yutib yuborishga shoshilmaslik kerak.好， Qiziq. 去。 bu muhr shakllanishi juda kam uchraydi. Bu taqiqlangan texnika bo'lib, uni faqat o'lmas darajadagilar qila oladi. Haqiqat ostidagi yolg'on, yolg'on ostidagi haqiqat. Bu darajaga faqatgina o'lim va hayotni boshdan kechirib, davoni ma'nosini anglash orqaligina inson ozgina bo'lsa-da tushunishi mumkin. Bu kamalak rang atirgul qalbi bilan bu odam 10,000 yil davomida kultivatsiya qilgan bo'lsa kerak. Rozi emasman. Sian, men sen bilan garov o'ynamoqchiman. Bu odam 10,000 yildan kam kultivatsiya qilgan bo'lsa, men yutqizaman. Nima deysan? Aziz yarim, bilasan, bu qimor boylikni yo'qolishiga olib keladi. Ochko'zlik hamma narsani yo'qotadi. So'zlaring nimagadir ishora qilayotganga o'xshaydi. Seni nazaringda men yoki tanlanma? Ochko'zlik chegara bilmaydi va u seni bosib oladi. Qo'shimchasiga bu odam yashirincha kirgan va izlarni yaxshi yashirdim deb o'ylayapti. Lekin u bilmaydi. Biz uni anchadan beri kuzatib turibmiz. Bu odamni yaxshigina maqsadi borga o'xshaydi. Ushbu g'orda Ustoz, yaxshimisiz? Yaxshiman. Bu yovvoyi maxluq rostdan ham shafqatsiz. Agar u bo'lmaganda, qanday bu yerga 100 yil qamalib qolishimiz mumkin edi? Ustoz Tanlan, tuzalishingizga yana qancha vaqt kerak? Jiyanim Chenlur, men o'sha chuvim maxluqi juda shafqatsiz edi. Bu safargi jarohatlar o'zagimga yetib bordi. Ularni oddiy dori davolay olmaydi. Dam olmasdan o'zimni tiklamasdan turib, kultivatsiya darajam tushib ketishidan qo'rqaman. Balki yana bir necha 10 yil kerak bo'lar. Jarohatlarni davolay olishim uchun. Nima bunchalik qiziq bo'lyapti? Ustoz, sizni qilichingizga binafsha tuman ta'sir qilmaydi. Tekshirishga yordam bera olmaysizmi? Chiqish joyida yovvoyi maxluqlar podasi borga o'xshaydi. Binafsha tuman juda qalin va noaniq. Oldindagi chiqish joyida 6 kishi qamalib qolgan ko'rinadi. Biri qariya, 5tasi yosh. Ularning kiyimlari biroz tanish ko'rinadi. Ustoz, qilich ongingizdan foydalanib tursam maylimi? Bular Dolu qilich sektasining odamlari-ku. To'g'ri yo'lda dushman bilan uchrashish. Oldinda poda, ortda esa binafsha tuman. Bu qasos olishni ayni vaqti emas. Mobodo biz birinchi ketsak-chi? Yo'siya aytgandek,
Turli guruhlar tez orada to'lqinlar tubsizligida yig'iladi. G'orni ochuvchi tumorni olish uchun. Tanlan shubhasiz keladi. Hayjunning xotirasida Tanlan 12 ta shogirdni to'lqinlar tubsizligiga yig'gandi. 100 yil oldin. Tumor. Binafsha tuman. Nahotki katta. Agar taxminim to'g'ri bo'lsa, to'lqinlar tubsizligidagi binafsha o'zgarishi tumor bilan bog'liq. Bu samoviy imperatorning g'orni ochish uchun kalitidir. Tenerning otasi. Hozir u narsa ko'z o'ngimda turibdi. Ustoz, tekshirib ko'rsak nima deysiz? Albatta. Birgalikda boramiz. Yo'q. Men yolg'iz kiraman. Siz panada qoling. Shundagina ularni taqib qila olasiz. U yerda kim bor? Ketinglar.夺取，杀！奇境石的持有者，从此你便是这风暴的风眼，万千激流将为你而动。狩猎，开始！交出奇境石，饶你不死！我为宇宙，我提议举行一次最高决议。我只有一个要求，也是我唯一的心愿。开什么玩笑？不可能！更应该以族群大义为先。我一定会坚持，直至达成所愿。问千万人闲观，凭之自心间，可否踏碎重还？若世间规则来阻拦，便逆转心寒，踏天而问云巅。不归山川浩瀚，呼心之所愿。不忍宿命结缘，因果已可转。不肯舍万般执念，借助我上前，不曾惧。雷霆震颤，轮回感踏遍。身为叛逆者，限制罪孽。当我这河西战，长风眼听我拆解，温和味道一次性落款。逆行于天地间，修于心，心有感，看天地无一念，劫火愿以我来血，岿然到心稳定于世间。你记我到此心中踏天。叛逆在限制罪孽不完全，当我这河西战，长风眼听我拆解，温和味道一次性落款。逆行于天地间，修于心，